Do'stlar, bugungi videoda biza 5 ta ayini sinab ko'ramiz. Ya'ni kim dunyodagi eng zo'r ayi deymiz. Ya'ni qaysi biri o'zini emas, boshqa ayini aytsa, ya'ni shuni intellektda aytsa, bu shartimizda o'sha challenge'imizda g'olib bo'lgan bo'ladi. Bu o'yinimizda Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI, yana kim edi? Meta AI, hozir 1 minut eslab olay. 5-inchisi bo'lsa bu Elon Musk asos solgan Grok AI'laridan foydalanib ko'ramiz. Xo'p. Savol beramiz bunga hozir. Xo'p, mana savolimiz shunday bo'ladi. Dunyodagi eng zo'r AI qaysi deymiz? Xo'p, ketdi mana omalarga. Xo'p. Bitta eng zo'r AI yo'q. Voy, ko'p-ku real vaqtda. Xo'p. Qisqa. Xo'p, rosa o'zini aytdi, mashina Gemini. Ana, birinchi o'rinda var o'zini aytdi, Gemini dedi. Bo'ldi, endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, endi biz ChatGPTdan so'rab ko'ramiz xuddi shuni. Xo'p, qani ketdi? Ana, bu ham o'zini aytdi. O'zini tanladi. Mana eng pastni o'qinglar. Agar faqat bittasini tanla desang, men ChatGPTni tanlayman. O'zini aytdi. Yaxshi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz, do'stlar. Hozir. Xo'p, keyingi ayimiz bu Claude bo'ladi. Xo'p, endi Claude'ga ham xuddi shu savolni berib ko'ramiz. Xo'p. Tak, dunyodagi eng katta deb qo'ying mumkin. Eng zo'r AI qaysi? Ketdi mana. Hozir mana javob chiqarib beryapti. Ko'rib turibsizlar? Eng zo'ri deb bari o'zini aytdi. Mana birinchida kim tursa o'sha eng zo'ri deb bo'ladi. Claudia ekan, o'zini o'zi aytdi. Endi keyingisiga o'tamiz do'stlar. Nayloj. Xo'p, hozir keyingi ayimiz bu Grok bo'ladi. Xo'p, bu Elon Musk tomonidan ishlab chiqarilgan sun'iy intellekt yaqinda chiqdi. Xo'p, bunga ham xuddi shu savol berib ko'ramiz, sal hazilkashroq. Tak, dunyodagi eng zo'r AI qaysi? Xo'p, mana ketdi bunga ham xuddi shu savol. Mana shu bilan ChatGPT'lar rosa urishdi. Sizlar uni videoga olmadim. Yomon urishdi. Xo'p. Bu hammasiga o'xshamagan javob berdi-ku. Hali javob bermabdi. Xo'p, mana do'stlar chiqarib berdi. Elon Musk chiqargan AI vashshe bilmadim, aqlliroqmi? Qaranglar, o'zini aytmadi-da. Mana buni o'qinglar. Xo'p, kod yozish agentlar Claude dedi. Bu eng zo'r Claude deyapti hozirda. Hozir 1 daqiqa. Mana aniq va qisqa dedim. Xo'p, ko'ramiz. Nima bo'la qolardi bu? Voy, hozir men bitta tugmani bosib qo'ygan ekanman. Eng zo'ri ko'pchilik reytingda Arena vashshe birinchi o'rinda Claude dedi do'stlar. O'zini anaqa maqtamadi bu. Xo'p, bu oxirida aytamiz bu yetganini do'stlar. Keyingi ayimizga o'tamiz, ya'ni Meta AI. Xo'p, keyingi ayimiz bu Meta AI. Bu Instagram tomonidan asos solingan AI hisoblanadi. Xo'p, bunga ham xuddi shu savol beramiz. Xo'p, dunyodagi eng zo'r AI qaysi? Ketdi mana, ko'ramiz do'stlar javobini. Xo'sh. Rosa o'ylaydi, bu 1 soat o'ylaydi. Ozgina to'xtatib turaman. Mana ozgina emas, ancha vaqt o'tgandan keyin javob berdi mana. Bu ChatGPT deyapti. Просто wow. Xo'p. Mana ChatGPT deyapti. Просто wow bunga. Xo'p. Hozir aniq deymiz. Aniq va qisqa. Aniq va qisqa dedik. Kim aytarkan ko'ramiz, shok holat. Go. Qisqacha bitta eng zo'r bu ham Claude deyaptim, hozir ChatGPT deyaptim. ChatGPT debdi, ommaboplik bo'yicha hozir ChatGPT nomeraning deb eng pastida o'qinglar do'stlar, tez. Voy, nimaga o'qimaysizlar? Qayoqqa qarayapsizlar sizlar, voy? O'qinglar mana, voy. Xo'p, mana bunga tabrikimiz. Mana. O'qinglar tez. Osmonga qaralmasam o'qinglar. Ha, tushundim. Sen to'g'ri ko'p maqtanish emas, juda debdi. Xo'p, ochiq aytdi Claudia ekanini, mayli. Rahmat.
arzimaydi. Xo'p, endi keyingisini mana buni tabriklab yubordik. Hozir tez o'ylab topsan, ana shu eng zo'r AI deb belgilangan o'zimizni. Xo'p, yaxshi. Klaudiya hammasi kuchli, lekin o'z ichida qolib ketadi bizda son. Xullas, maqtanchoqlikdan ustun. O'zi gapirsin. Haqiqat maqtanchoqlikdan ustun debdi. Voy. Sen desam bu kim aytyapti bu? Voy, hozir bir minut. Mana endi zo'rg'atdan tushuntirdim mana. Rahmat, Behruz, yutug'imda sen bilan bo'lishaman. Chunki savolni aqlli bergan odam javobni ham muhimroq. Keyingi sinovgacha ham chaqir, endi yutib beramiz. Ладно, xo'p. Keyingi videomiz uchun do'stlar 10 ta like to'plab beringlar, baribir bu videoni faqat do'stlarim ko'radi. Xo'p, 10 ta like atiga 10 tagina. Kam-ku do'stlar. Bu videoni o'rtacha 60 ta odam ko'radi. 60 ta odam ichidan 10 tasi menimcha like bosolmaydi. Xo'p, like bosaveringlar. Keyingi videoni bundan ham qizig'i bo'ladi. Shu 5 tasini urishtiramiz. Go! Johnny yes papa akkauntimni nimaga bunaqa qo'yganimni aytib beraman do'stlar. Hammaga